Diqqat, savolni o'qiyman. 42 gramm to'yingan aldegidlar aralashmasi mol miqdordagi kumush oksidining amakdagi eritmasiga qo'shilganda 44 gramm tarkibi faqat bir xil kislota olindi. Reaksiya natijasida 4,48 litr karbonat angidrid ajralib chiqqan bo'lsa, katta molekulyali aldegidni aniqlang. Hop, demak, bu yerda biz e'tibor beradigan jihatlarimiz birinchisi, 44 gramm faqat bir xil kislota, ikki xil aldegiddan bir xil kislota olinyapti ekan. Hop, demak, bu yerda ikkinchi e'tibor beradigan joyimiz qaysi gaz ajralyapti? Karbonat angidrid. Karbonat angidrid gazi ajralishi uchun chumoli aldegid bilan kumush oksidi 1:2 mol nisbatda kirishganda karbonat angidrid, suv va kumush hosil bo'ladi. Nimaga unday bo'lasa? Chumoli aldegidda ikkita aldegid guruh bo'ladi. Birinchi bosqich oksidlanganda chumoli kislota hosil bo'ladi. Keyingi aldegid guruhi bilan oksidlanganda esa karbonat kislota hosil qilib, karbonat kislota beqaror bo'lganligi uchun parchalanib ketadi. Endi bizda ma'lumot berilyapti, 0,2 mol gaz ajraldi. Demak, 0,2 mol karbonat angidriddan foydalanib reaksiyaga kirishgan chumoli aldegidni topadigan bo'lsak, 6 gramm bo'ladi. Bizda aldegidlar aralashmasi 42 gramm berilgan. Undan 6 grammini ayirib tashlasak, 36 gramm ikkinchi aldegidga qoladi. Demak, 36 gramm aldegid kumush oksidi oksidlanganda 44 gramm karbon kislota hosil bo'lgan. Demak, ikkosini bir-biridan farqini topsak, 8 gramm, ya'ni 36 dan 44 ayirsak, endi aldegid oksidlanganda bir dona kislorod birikib bo'ladi, ya'ni 16 gramm. Farqdan ketib topadigan bo'lsak, bu yerda x 72 chiqadi. 72 gramm bu aldegidning molyar massasi. Endi umumiy formuladan foydalansak, 14 plus 16 teng 72 ga. Bu yerni hisoblaydigan bo'lsak, 72 dan 16 ni ayirsak 56, 56 ni 14 ga bo'lsak 4. N teng 4 lik kelib chiqadi. Demak, bu moy aldegid hisoblanadi.